Yo bola bugungi videoda bilsangizlar ancha oymi yilmi bo'lyapti. O'sha paytda men bitta uy qurganman 11 metrlik. O'shani ikkinchi qismini olmoqchiman. Bu safar 11 metr emas, 20 metr bo'ladi. Uy вообще katta bo'ladi va chiroyli. Bu vloglar kerak. Men uylatgan uy juda ham ko'p vaqt oladi, shuning uchun normalroq boshqacharoq uy qurmoqchiman. To'xtinglar, necha metr? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. What the man? Oltita blokdan tashkil etgan. Men yana xato qildimmi? Yo, buncha xatolarim ko'p bo'ladi. Ana. Bu yoqni o'tgan safar bu yoqqa necha blok yandim? Mana 10 blok qilamiz. 1 2 3 4 5 10. Bo'ldi. Okay, bro. Ana shu yarim qurgan kamerani yoqaman. Mana bolalar, salpagina kamgina minut ketdi bu qurishga. Let's fucking go. Endi tomon qilamiz. Onu qanaqa sevib qo'ymadim. Mana. Yoy baby. Eshikni shu yerdan qo'ysak, xunuk chiqar shuning uchun. To'xtinglar. 1 2 3. 1 2 3 oltini o'rtasi bitta bo'ladi. 3 shunga bitta eshik ekanmi? Let's fucking go. Mana bola keladi u. Endi glaslarni qo'yib chiqamiz.
Uningni. Tavba. Shuna qo'yishni yomon ko'raman. Ana shu o'yinlarni qilgan kamerani yoqaman. Vallahi kechirasizlar. Men video yo'qildi deylaman, lekin yo'qilmabdi. Va men shuncha narsani afsuski qilib qo'ydim. Qilaymiz. Uyga 10 ballik sistemada tez baho berib ketinglar. Bitta narsa qoldi, u ham bo'lsa Tom qoldi. Tomni qaranglar. Tomni men o'ylashim bo'yicha shunday qilib qo'yib chiqish kerak. Lekin ana yo'qman degan joyimda kechirasizlar, lekin men o'zimda katta ayb qo'ydim. O'zim katta ayb ish qilib qo'ydim. Kechirasizlar degan umiddaman. Lekin kechirmaysizlar bolalar. Har doim mana shunday zina qilayotganda shunday qilib chiqib qo'yishim mumkin-da men. To'g'rimi bolalar? Har doim zina qo'yayotgan paytim ana shunday qilib qo'yaman men. To'g'rirog'i Tom. Nechtasi qolib ketdi? Hech qaysi qolib ketmadi. Bariga qolib ketdi. Yo'q. Bo'ldi. Endi bu yerga yarim ana shu tomni yarim qilgandan keyin seriyozmi kamerani yoqaman. Mana bola, men sizlarga va'da beruvdim, mana va'damning ustidan chiqdim. Uyim deyarli taxt bo'ldi. Shu videoda prosmotrim bir 30 sara o'tsa mayli. Prosmotrdan o'ynaymiz bu safar. 30 sara o'tsa mayli prosmotri. Ana shu uyda, aynan shu uyda bo'yi kambag'al videosini olaman. Ukam bilan ikkinchi qism chiqadi. Ikkinchi qismni boshqasida tayyorlab turdik-ku, lekin hozir ana shu uyda zo'r bo'ladi. Ana shu yoqda ukam yashaydi. Men o'zimga bitta loyam uycha qura olaman. Sizlik joy bo'ladi. Lekin o'sha videoda dahshat ko'p prosmotr qilib beruvdilar, rahmat. Video hozir cho'zilib ketishi mumkin, 10 minut bo'lishini xohlamayman. Shunga video to'xtatdim. Mana bola uy desam uy. Mana bola, mana uy. Shkalat uy chiqdi oldingina. Qaysi bir zo'r chiqdi, tez kommentariy yozinglar. Endi men palos qurgandan keyin kamerani yoqaman, lesdanga. Meni eng ko'p ketgan vaqtim shu bo'ldi. Mana bolalar, uy desam uy, mana senga uy. Uy desam uy, mana senga qo'y. Xato etdim bir boshida. Bir balo qilib yasadim, qo'lim charchab ketdi. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.